Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun sizlarga erlik tug'maslik to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab bermoqchi. Hammanglarning diqqat bilan anglashinglarni umid qilaman. Aniq bo'lmagan ma'lumotlarga asoslangan vaqtida yangidan to'y qilib 3 yildan 5 yil ichida ajrashib ketgan yosh ayollarning ajrashib ketishidagi muhim sabablarning biri ularning balaliq bo'lolmasligidir. Ya'ni ayol taraf homila bo'lolmaganlik sababidan ular ajrashib ketishga majbur bo'lgan yoki ajrashib ketishni tanlagan. Undaqda ayollarningki balaliq bo'lolmasligining sababi nima? U ayolning sababidimi yoki erning sababidimi? Hozir qadar bu jihatda nurg'un tadqiqotlar va izlanishlar ilib berilgan bo'lib, ularning natijasiga asoslangan vaqtida ayollarningki balaliq bo'lolmasligining sababining 40% ayol sababidan bo'lsa, ya'ni ayoldagi ba'zi kasalliklar tufaylidan bo'lgan bo'lsa, yana 40% erning sababidan kelib chiqqan. Undan boshqa 10% va ayolning o'rtaq sababidan bo'lgan bo'lsa, qolgan 10%ningki sababi aniq emas. Ya'ni hozirgi texnika bo'yicha ularning sababini aniqlab chiqarishda belgili qiyinchiliklar bor. Endi bizda umumyuzlik odatlangan odat yoki umumlashgan odat bo'lsa, ayol tug'maslikniki sababini asosan ayoldan ko'rish, ya'ni ayolningki homila bo'lolmaslikning sababini ayoldan ko'rish ahvoli bizda bir qadar umumlashgan. Shunga bu jihatda men tafsili to'xtalmayman. Men bugun to'xtalmoqchi bo'lganim asosliqi mushu erlarning sababidan kelib chiqqan tug'maslik, ya'ni erlik tug'maslik to'g'risida bo'ldi. Men tövanda bu jihatda qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Undaqda erlik tug'maslik degan nima? Endi erlik tug'maslik bu masala kelishdan burun biz oldi bilan tug'maslik degan nima? Ya'ni qandaq ahvol ostida tug'maslik bo'ldi degan vaqtida ayol to'y qilib bir yoki bir necha yil normal jinsiy munosabat o'tkazgan bo'lsa-mu, biroq ayol taraf homildor bo'lolmaslik, ya'ni tug'maslik hisoblanadi. Ya'ni shundaqcha aytgan vaqtida bir yoki bir necha yil normal turmush o'tkazib, ayol homila bo'lolmaslik bu xil ahvolni biz odatda tug'maslik deb ataymiz. Odatda tug'maslik ayollarningki taxminan 15% ni egallaydi. Ya'ni bu ko'p bir salmoqda bo'lib, normalda shu yoki ayol sababidan ayol homila bo'lolmaydigan ahvol taxminan 15% ni egallaydi. Agar ayol tarafning homila bo'lmaslik sababi tarafda bo'lsa, ya'ni erning sababidan ayol taraf homila bo'lolmaydigan ahvol bo'lsa, biz buni erlik tug'maslik hisoblaymiz. Undaqda erlik tug'maslikningki konkret sabablari nima degan vaqtida men uning sabablarini tövandagi 8 xil tarafga yig'inchoqlab chiqdim. Albatta, bu sabab yolg'iz bular bilanla cheklanadi deganlik emas. Buningdan bu 8 xil sababdan boshqa yana nurg'ulg'an konkret sabablar bo'lishi mumkin, lekin bu 8 xil sabab hozir mushu erlik tug'maslikni keltirib chiqaradigan eng muhim, eng ko'p uchraydigan sabablar hisoblanadi. Uning birinchisi sperma sonining tuvan bo'lishi, spermaning harakati va shaklininki normalsizligi. Ikkinchisi jinsiy munosabatdagi ojizlik va yoki normalsizlik.
ya'ni normal jinsiy munosabat o'tkazolmaslikmi shu tug'maslikni keltirib chiqaradigan muhim sababning birisi. Uchinchisi, ayollarda spermaga qarshi antibody shakllanish. Ya'ni bu antibody erlarninki spermasiga qarshi turganligi uchun uninki tuxum bilan berkib urug'langan tuxum shakllanishi va natijada to'ralmaning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Shuning bilan bu tug'maslik kelib chiqadi. To'rtinchisi, tug'ma va irsiy omillar. Bu tug'ma va irsiy omillarningki doirasi nihoyatda keng bo'lib, shu irsiy yoki tug'ma omil sababidan mush tug'maslik kelib chiqishi mumkin. Bu jihatda bu nihoyatda bir cho'ng bir tema bo'lganligi uchun bu jihatda men konkret to'xtalmayman. Beshinchisi, urug'dan va urug' naychilari, ya'ni urug' yo'llarining zaxmlanishi. Shu urug'dan yoki urug' naychilari zaxmlangan vaqtida sperminiki ravon harakat qilishiga to'sqinlik qilib, ya'ni tug'maslikni keltirib chiqarishi mumkin. Oltinchisi, urug'dan va urug' naychilaridagi yallig'lanish va ba'zi kasalliklar. Bumi shu urug'ninki sufati va urug'ning harakatiga ta'sir ko'rsatib, tug'maslikni paydo qilishi mumkin. Yettinchisi, badandagi hormon tangpungsizligi va binormallik. Bumi shu erlik tug'maslikda belgilik rol o'ynaydigan omillar. Sakkizinchisi, turmush usuli va boshqa omillar. Buningki doiralari nihoyatda keng bo'lib, buningki hamda konkret sabablari farqli. Ba'zi odamlarda ma'lum ba'zi sabablar rol o'ynagan bo'lsa, yana boshqa odamlarda boshqa bir xil sabablar rol o'ynagan. Buni konkret odamga qarab konkret tahlil qilishga to'g'ri keldi. Endi bu balaliq bo'lish uchun normal bir jinsiy turmush kerak bo'ldi. Normal bir jinsiy turmushda balaliq bo'lish uchun eng muhim bo'lgan narsa shu er tarafdan eng muhim bo'lgan narsa sperminiki normal bo'lishi, ya'ni uning miqdori, soni, shakli va harakatlarniki normal bo'lishi. Endi bu yerda undaqda bu normal sperm miqdori va soni qanchalik bo'lsa normal bo'lgan bo'ldi deganga kelsak, oldi bilan shu har qitimliq jinsiy munosabatdagi sperminiki miqdori yoki manining miqdori 1,5 millilitrdan 7-6 millimetrgacha bo'ladi. Agar bu miqdori 1,5 dan to'van bo'lsa, oz bo'lgan bo'ladi. Ikkinchidan, her 1 millimetrdagi manida bo'ladigan sperminiki soni 15 milliondan 200 million arasida bo'lsa normal bo'lgan bo'ladi. 15 milliondan to'van bo'lsa, ya'ni her 1 millilitr manidagi sperminiki soni 15 milliondan to'van bo'lsa oz bo'lgan bo'ldi. Ya'ni normaldan to'van bo'lgan bo'ldi. Üçüncüsü, her qitimliq jinsiy munosabat jarayonida ajratib chiqaradigan manida taxminan 39 milliondan 928 million arasida sperma bo'ladi. Agar bu sperminiki soni her bir qitimliq jinsiy munosabatda ajratib chiqargan sperminiki soni 39 milliondan to'van bo'lsa, u vaqtida bu sperma soni to'van bo'lgan bo'ldi. Bu xil ahvol ostida bu ayolniki homila bo'lishiga ta'sir ko'rsatib, tug'maslikni, ya'ni homila bo'lmaslikni keltirib chiqardi. Bu endi shu erlik tug'maslikdagi muhim sabablarniki biri hisoblanadi. Endi men yuqori deb o'tgandagidek, shu erlik tug'maslikningki eng asosli, eng muhim sabablarining birisi sperma binormalligi. Bu sperma binormalligi degan vaqtida birinchisi men yuqori deb o'tgandek, uningki sonininki normaldan to'van bo'lishi, ikkinchisi uning harakatiningki binormal bo'lishi, uchinchisi spermining shaklining binormal bo'lishi. Ya'ni shu 3 xil jihatdagi binormallik qo'shilib
shu erlik tug'maslikni paydo qiladigan asosiy sababning birisi yana sperma binormalligi hisoblanadi. Erlik tug'maslikning asosiy sababi sperma sonining to'g'ri bo'lishi. Ya'ni men yuqorida deb o'tdim, spermaniki har bir qitimliq jinsiy munosabatdagi spermaning soni 39 milliondan ortiq bo'lishi kerak. Agar 39 milliondan to'g'ri bo'lgan vaqtida bu sperma soni to'g'ri bo'lgan hisoblanib, belgilik darajada tug'maslik ni keltirib chiqarishi mumkin. Bu son qancha to'g'ri bo'lgan vaqtida erlik tug'maslikning kelib chiqilishniki fursati shuncha yuqori bo'ladi. Bu rasmda ko'rsatilgan sol tarafdagi normal, ya'ni har bir qitimda ajratib chiqarilgan spermaniki soni 39 milliondan, ya'ni 900 milliondan ortiq bo'lgan vaqtida normal bo'ldi. 39 milliondan to'g'ri bo'lgan vaqtida normal binormal bo'lgan yoki soni to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Men yuqorida deb o'tgandek, bu har bir qitimliq jinsiy munosabatda ajratib chiqargan spermaniki soni qancha oz bo'lsa, tug'maslikninki kelib chiqishninki fursati shuncha ko'p bo'ladi, yuqori bo'ladi. Erlik tug'maslikning asosiy sababining yana birisi sperma shaklining binormalligi. Bu rasmda ko'rganimizdek, eng sol tarafdagi birinchisi normal spermaning shakli bo'lib, qolgan o'ng tarafdagi 6 xil sperma hammasi binormal sperma hisoblanib, bu erlik tug'maslikni paydo qiladigan muhim sabablarningki birisi. Erlik tug'maslikning asosiy sababining yana birisi bo'lsa, sperma harakatining binormalligi. Ama sol tarafda ko'rganimizdek sperma odatda shu biz kichik vaqtlarimizda ko'rgan qora qumchoqqa o'xshash oldi tarafga qarab udul harakat qiladigan bo'lib, o'ng tarafdagi tuz siziqliq harakat qilmaydigan, ya'ni agir to'qay harakat qilishi bu spermaniki binormal harakat qilishi bo'lib, agar bu ko'p sonda sperma bu xil harakat qiladigan bo'lsa, u vaqtida erlarning tug'masligini keltirib chiqardi. Hamda yuqorida ko'rganimizdek, erlarninki tug'masligini keltirib chiqaradigan omillarning ichida nihoyatda muhim omil bo'lgani spermaniki binormalligi va jinsiy munosabatninki binormalligi. Hamda undaqda shu sperma va jinsiy munosabatga qandaq omillar ta'sir ko'rsatib, ulardagi binormallikni keltirib chiqardi degan vaqtida tövəndəki oxşamagan kateqoriya boyunca oxşamagan səbəbləri var. Birincisi, şu sperma saniga ta'sir ko'rsatadigan omillar qandaq omillar degan vaqtida, uningga ta'sir ko'rsatadigan omillar aroq, tamaki, nasha va boshqa zaharli chekimliklar, jinsiy havas qo'zg'ash dorilari, ximiyalik davolash, ya'ni rak kasal bo'lib qolganda ishlatadigan ba'zi ximiyalik davolashlar, anandan keyin ba'zi dorilarni uzun muddat ishlatish bo'lib, bakmış dorining tushuntirishida shu jinsiy shu spermaninki jinsiy munosabatdagi spermaninki soniga ta'sir yetkazdi deb aniq ogohlantirish berilgan dorilar bu spermaning soniga cho'qim ta'sir yetkazishi mumkin. Hamda ikkinchisi badandagi hormon tengpungsizligiga ta'sir ko'rsatadigan omillar. Ya'ni bu badandagi hormon tengpungsizligimi erlik tug'maslikni keltirib chiqaradigan muhim omillar bo'lib, uningga nimalar ta'sir yetkazdi degan vaqtida yana o'xshashla nasha va boshqa zaharli chekimliklar, jinsiy havas qo'zg'ash dorilari, ruhiy kasalliklar dorilari va boshqa bir qism dorilar. Boshqa bir qism dorilar deganimiz hamda har xil shu yangi chiqayotgan dorilardimi shu
ba'zi aks ta'sirlari yoki nimalari mushu badandagi hormonga ta'sir ko'rsatadigan aks ta'sirlari bo'lishi mumkin. Buningda ko'pincha ahvolda doriniki tushuntirishda eskartish berildi. Lekin ba'zi dorilarni ayni vaqtida farq etmagan bo'lsa, uning aks ta'sirlari undaq aks ta'sir borligi farq etilmagan bo'lsa, keyinchi vaqtning o'tishiga ergishib farq etishi mumkin. Shuningga bu dori ishlatgan vaqtidami shu qalaymaqon dori ishlatishdan alohida saqlanish zarur bo'ldi. Üçüncüsü jinsiy munosabatga ta'sir ko'rsatgan omillar. Bumi hamda shu jinsiy munosabat er ayollar orasidagi jinsiy munosabat normal bo'lmagan vaqtidami erlik tug'maslikni paydo qiladigan bo'lg'achqa, shu jinsiy munosabatga ta'sir ko'rsatgan omillarmi shu muhim bir sabab hisoblanadi. Undaqda shu jinsiy munosabatga ta'sir ko'rsatgan omillar nimalardan iborat degan vaqtida, ya'ni o'xshashla aroq, tamaki neshi va boshqa zaharli chekimliklar, ruhiy kasalliklar dorilari va boshqa bir qism dorilar. Eng oxirida hamda jinsiy havasga ta'sir ko'rsatadigan omillar nimalardan iborat degan vaqtida, bumi yanada aroq, tamaki nasha va boshqa zaharli chekimliklar, anandan keyin tushkunlashishga qarshi dorilar, ya'ni ro'y jihatda bak tushkunlashib, doktorga borgan vaqtida doktorlar ba'zi tushkunlashishga qarshi dorilarni berishi mumkin. Bu dorilarniki aks ta'siri shu erlarning jinsiy havasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Natijada bu erlik tug'maslikni keltirib chiqarishi mumkin. Endi bu yerda bu erlarning spermasiga va yoki boshqa jinsiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatish orqali erlik tug'maslikni keltirib chiqaradigan omillar yana buningdan boshqa nurg'un omillar bo'lishi mumkin. Men bu yerda ular to'g'risida bir-birlab to'xtalmayman. Bu yuqorida men so'zlab o'tganim asosli ko'p uchraydigan omillar bo'lib, bizningki bu omillarga bo'lgan tonishimizni yuqori ko'tarishimiz bizningki shu hajatsiz ba'zi ahvollarga duch kelishimizning oldini olg'ili va yoki ba'zi ziddiyatlarning er-ayol orasidagi ba'zi ziddiyatlarning kelib chiqishininki oldini olishga belgilik ahamiyati bo'lishi mumkin deb qaraganligim uchun bu savatlarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Agarda bu haqda qarindoshlarniki savollari bo'lib qolsa, menga ayrim yo'llasa bo'ladi. Men bugun so'zlamoqchi bo'lgan bu leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki ko'ngil qo'yib anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.